O'lim vaqti. Umringiz davomida qochib yurgan kuningiz nihoyat keldi. Kelishini tasavvur ham qilmagan kuningizda uyg'ondingiz. O'lim farishtasi siz tomon kelmoqda. Hamma yoq qorong'u, quyosh chiqishidan biroz avvalgi vaqt. Ko'ksingizdagi og'riqqa chidab bo'lmaydi. Tanangiz qimirlay olmaydi. Ongingiz esa tartibsiz. Bolaligingiz, o'smirlik paytlaringiz, hozirgi holatingiz ham bir soniyada ko'z o'ngingizdan o'tmoqda. Nafas olishga qiynalyapsiz. Lablaringiz qurib ketyapti. Tomog'ingizga nimadir tiqilgandek tuyuladi. Menga nima bo'lyapti? Qo'rqyapsiz, dahshatdasiz. Nima bo'layotganini tushuna olmayapsiz. Ulardan biri qo'llar qaltirab sizga suv bermoqda. Yuzlarda chuqur qayg'u va umidsizlik yaqqol sezilib turibdi. Undan tashqari vaqt xuddi sekin o'tayotgandek tuyuladi. Ovozlar birdan eshitilmay qoladi. Dunyodan sekingina chiqib ketayotgandeksiz. Oyatda aytilganidek, har bir jon o'lim sharbatini totguvchidir, so'ngra yana bizga qaytarilursiz.